Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz JK Bunyodkori birinchi obyektdamiz. Bu joyda ko'rib turganinglardek asfalt va azeleniya ishlarini tugatdik. Yaqin orada yashovchilarga uylarni topshirish arafasidamiz. Bu joyda qolgan demak bir xona ikki xonali variantlarimiz bor. O'shani sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, podyezdlarimiz keng qilingan. Liftlarimiz o'rnatib qo'yilgan, 10 kishilik lift. Hozir sizlarga bu joydagi bir xonali kvartiramizni obzor qilib beramiz. Mana bu bir xonamizni, demak xonasi. Patologi 3 qilingan. Xonalari bo'lingan holatda ko'rib turganinglardek. Chiqqanimizda koridor, yon tomonda oshxona joylashgan. Albatta sanuzel ham bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz JK Bunyodkori birinchi obyektdamiz. Bu joyda ko'rib turganinglardek asfalt va azeleniya ishlarini tugatdik. Yaqin orada yashovchilarga uylarni topshirish arafasidamiz. Bu joyda qolgan demak bir xona ikki xonali variantlarimiz bor. O'shani sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, podyezdlarimiz keng qilingan. Liftlarimiz o'rnatib qo'yilgan, 10 kishilik lift. Hozir sizlarga bu joydagi bir xonali kvartiramizni obzor qilib beramiz. Mana bu bir xonamizni, demak xonasi. Patologi 3 qilingan. Xonalari bo'lingan holatda ko'rib turganinglardek. Chiqqanimizda koridor, yon tomonda oshxona joylashgan. Albatta sanuzel ham bor.